Ushbu paket bilan sizning bolangizni maktabda o'qimayotganligi, nimagadir labini atrofi qizarib qolganligi bilan aloqa qanday bo'lishi mumkin? Toksikomaniya. Mana shu paketning ichiga solingan kley farzandingizni kley bilan kayf olish qaramligiga tobe qilib qo'ygan bo'lishi mumkin. Birinchi belgilari bola o'z-o'zidan kulishni, intellekti pasayib ketishini, gaplaringizni tushunmasligi, xotirasi pastligi, juda ham asabiy, birdaniga o'z-o'zidan kuladigan, birdaniga o'z-o'zidan kayfiyat tushib ketib g'alati bo'lib qolgan holatlaridan bilsa bo'ladi. Ayniqsa bola cho'ntagida mana shunaqa paket olib yuradigan bo'lib qoladi. Uning og'zidan, tanasidan juda ham xunuk, o'tkir, chidab bo'lmaydigan hid chiqishni boshlaydi. Bu hid faqatgina kley ishlatgan payti bo'lib, ba'zan siz bee'tibor bo'lsangiz sezmay qolishingiz mumkin. Keyinchalik miya o'tkir zaharlanishiga, gallyutsinatsiyalar, ko'ziga narsalar ko'rinishi, jigar kasalliklariga, yuzining shishib ketishi, birdaniga qarib qolgan bola va keyinchalik o'pkasida ham yuragida kasalliklar paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin. Hurmatli ota-ona, men sizdan ogohlantirdim. Bolangizga ehtiyot bo'ling.